Aleksandr Makedonskiy nega bosib kelgan? Sababini bilasizmi? Bilasizmi? Dunyoni zabt etmoqchi bo'lgan. Yo'q. Men sizga aytaman sababini. Aristotel degan ustozi bo'lgan u. Arastu deyiladi. Aristotel aytganki, mana shu yerda bir varvarlar yashaydi. Shu varvar degan xalq. Shularni borib bir tarbiyalab kelgin. Agar tarbiyalab kelmasang, yaqinda kelib bizni shashlik qilib yeydi degan. O'sha gapi bilan kelgan Aleksandr Makedonskiy. Bizni tarbiyalagani kelgan. O'zi shashlik bo'lishiga sal qolib qochib ketgan ekan. Ko'rdingizmi? O'sha varvardan nimani kutasiz? Johil. Johil o'sha dunyo biladi varvar desa. Johil deysiz faqat o'zbek. Arabcha so'z johil degani va jahil. O'sha johillik bor. Buni jaholat deydi. Jaholat ahli. Masalan, birov bilan bunday gaplashmaysiz. Shu o'dag'aylab to'qqilasiz, men ham to'qqilaman, orada urush chiqadi. Shunaqa ham. Shu qonimizda bor-da. U qondagi narsa jon bilan ketadi. Uni hech ketkizib bo'lmaydi.